Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga Amerikan YouTube kanalini boshlash uchun eng zo'r 5 ta yo'nalishni bermoqchiman. Ushbu yo'nalishlarda do'stlar kanal ochib, kanalingizni tez rivojlantirsangiz bo'ladi. Chunki ushbu yo'nalishlar trendda va hozirda juda ham ko'p prosmotr olmoqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling do'stlar va siz albatta o'zingizga yoqqan bitta yo'nalishni hech bo'lmasa tanlab olasiz. Tayyor bo'lsangiz ushbu videoga like bosing, qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, birinchi bizning yo'nalishimiz Try not to loud deb nomlanadi. Ya'ni kulmaslikka harakat qil degani va do'stlar, nomidan kelib chiqib, ushbu videolarda biz kulguli videolarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni do'stlar, ushbu kanalning nomi Loud Trapped deb nomlanadi. Kanalda 159 ta video bor va 545 mingtadan ortiq obunachi yig'gan. Do'stlar, kanalning videolari juda ham zo'r prosmotr olmoqda. Ko'rishinglar mumkin. 5 kun oldin joylagan videosi 63 ming, 7 kun oldin joylagan videosi 396 ming. Do'stlar, bu shorts yo'nalish emas, ya'ni bu uzun video yo'nalishi. Uzun video yo'nalishi uchun 300 ming, 400 ming prosmotr bu juda katta prosmotr. Ya'ni bunaqa prosmotri bor kanallar do'stlar juda ham katta pul topadi. Va ba'zi videolar do'stlar hatto millionga ham chiqqan. Mana ko'rishinglar mumkin. 1 oy oldin joylagan videosi 1 million 200 mingta prosmotr olgan. Videolar yasalishi do'stlar unchalik qiyin emas, shunchaki ko'p vaqt sarflash kerak bo'ladi. Ya'ni do'stlar, kirib ham ko'rsataman. Videoni boshlanishida do'stlar, ushbu kanal egasi beginners, ya'ni oddiyroq kulguli videolarni joylashtiradi, ya'ni oddiyroqlarni, undan keyin proga o'tadi do'stlar videoning o'rtasida, ya'ni undan ham kulguliroq variantlarga o'tadi. Va do'stlar, videoni yarmidan keyin, ya'ni oxirroqlarda o'sha impossible, ya'ni juda ham kulguli videolarga o'tadi. Ya'ni tushunyapsizlar, osonidan boshlab o'rtachasi va qiyiniga o'tadi. Ya'ni bu videolarni ko'rib katta ehtimol bilan biz kulvoramiz. Va do'stlar, xuddi shunaqangi videolarni tayyorlab, sizlar ham YouTube'ga joylab daromad qilishinglar mumkin. Bizning ikkinchi yo'nalishimiz bu do'stlar. Avval ham olib chiqqanman bu yo'nalishni. Juda zo'r yo'nalishlardan biri. Ya'ni do'stlar, planshet orqali o'ynaladigan o'yinlar yo'nalishi. Shunchaki do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, prosmotrlarga e'tibor qaratinglar. Ushbu kanal 1 oy oldin videolar joylashni boshlagan va 1 oyda do'stlar atigi 28 ta video bilan, ya'ni har kuni stabilna bitta video joylash bilan do'stlar kanal 5000 ta obunachi yig'gan va videolari prosta bomba prosmotr olmoqda. Ya'ni ko'rishinglar mumkin, 1 kun oldin joylagan videosi 95 ming, hatto 22 soat oldin joylagan videosi 136 ming, 125 ming. Mana bu kamroq prosmotr olgan, shunda ham 7 ming do'stlar, 0 emas yo 1000 ta emas. Qolgan videolari ham do'stlar 25 ming, 35 ming xullas prosmotrlar dahshat. Do'stlar, bunday videolarni tayyorlash hech qancha vaqt olmaydi. Videoni o'zi 17 daqiqa bo'lsa, taxminan do'stlar, YouTube'ga mana shu videoni syomka qilib, montaj qilib, obloshkasini qilib joylaguncha maksimum 1 soat ketadi. Videoda do'stlar hech nima yo'q. Ya'ni videoni boshida shunchaki salomlashadi, hello YouTube deydi. Undan keyin esa do'stlar mana shu Talking Tom va shunga o'xshagan o'yinlarni shunchaki o'ynashni boshlaydi. Har birini masalan 2 minutdan, 3 minutdan qilib turib, taxminan bir 5 ta, 10 ta o'yinni o'ynab ko'rsatadi do'stlar. Faqat bunga nima kerak bo'ladi? Bunga iloji bo'lsa planshet kerak bo'ladi yoki ekrani kattaroq telefon.
Planshet bo'lsa yaxshi, ya'ni planshet katta bo'lsa, sizni o'sha o'ynayotganingizda ekranni yaxshilab tepadan tomosha qiladi tomoshabin. Agar telefonda bo'lsa, ozgina qo'lingiz to'sib qo'yishi mumkin ekranni. Atak, menimcha telefonda ham eplash mumkin buni. Va do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, xuddi shu tarzda oddiy o'ynaydi, oxirida xayrlashadi, bo'ldi. O'rtalarida umuman gapirmaydi. Shunchaki o'ynaydi do'stlar. 22 soatda 137 ming prosmotr. Bu juda ham dahshat. Uchinchi yo'nalishimiz do'stlar, bu qayg'uli istoriyalar, ya'ni do'stlar qayg'uli hikoyalar desak ham bo'ladi. Ya'ni odatda do'stlar mana shu kriminalga aloqador va videolarning mavzusidan ko'rib turibsizlar, qanaqangidir jiddiy mavzularda qandaydir hikoyalar aytib beradi va bu videolar do'stlar 100% ssenariysi ham o'sha sun'iy intellekt orqali tayyorlanadi va kadrlarni ham do'stlar sun'iy intellekt orqali qilish mumkin. Yoki do'stlar internetdagi bepul stok videolardan ham foydalanishingiz mumkin. Bunday turdagi videolar do'stlar prosmotr yaxshi oladi, ko'rib turibsizlar. Prям boshqa kanalga o'xshab, bundan oldingi kanalga o'xshab har bir videosi 300-400 ming olmasligi mumkin, lekin do'stlar bu yoqda RPM kattaroq. Ya'ni hikoya yo'nalishida RPM katta, sizlarga 1000 ta prosmotr uchun ko'proq pul to'laydi. Yana do'stlar, ushbu videolar jiddiy mavzuda bo'lgani uchun hamda videoni daqiqasi uzunroq bo'lgani uchun ham YouTube sizlarga ko'proq pul to'laydi. Va prosmotrlar ham yomon emas. Ya'ni mana 6 kun oldin joylagan videosi 192 ming yoki 2 oy oldin joylagan videosi 82 ming. Va do'stlar, mana 2 oy oldingisi 4,5 million prosmotrga ham chiqqan. Endi do'stlar, 4-yo'nalishimizga o'tamiz. Bu mening sevimli yo'nalishlarimdan biri, ya'ni ASMR yo'nalishi do'stlar. Ya'ni ushbu ASMR videolar ham sun'iy intellektda qilinadi. Lekin bu yerdagi prosmotrlar prosta dahshat. Prosta ko'rishimiz mumkin do'stlar, 2 hafta oldin joylagan video 1,400,000 prosmotr olgan. Bu uzun kontent uchun do'stlar juda ham nerealniy prosmotrlar. Prosta raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak do'stlar, ushbu kanal atigi 72 ta video bilan 41 ming obunachi to'plab, jami hisobda 12 million prosmotr to'plab qo'yibdi. Do'stlar, uzun kontent uchun 12 million prosmotr bu juda ham ko'p. Ayniqsa do'stlar, atigi 2 oyda. Ushbu kanal 2 oydan beri videolar joylaydi do'stlar. Bir 6 oydan, 1 yildan, 2-3 yildan beri emas, atigi 2 oy. Endi esa oxirgi yo'nalishimizga o'tamiz do'stlar. Bu yanada jiddiyroq yo'nalish. Ya'ni do'stlar, bu har xil davlatlarning, shaharlarning tarixi haqida. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, misol uchun Londonning tarixi haqida yoki Parijning tarixi haqida to'liq video tayyorlangan. Ya'ni 10-20 daqiqadan iborat sun'iy intellekt orqali qilinadigan videolar hisoblanadi. Ya'ni do'stlar, ko'rishimiz mumkin, ushbu turdagi videolar 100% sun'iy intellektda qilingan. Kirib ko'rishimiz mumkin, ovoz ham sun'iy intellekt, ushbu kadrlar ham do'stlar sun'iy intellekt va do'stlar 100% video sun'iy intellektdan iborat. Prosta eshitib ko'rishingiz mumkin ovozini. Was built by William the Conqueror starting in 1078. Bu do'stlar oddiy odamning ovozi emas, ya'ni sun'iy intellektning robotning ovozi. Lekin do'stlar, shunday bo'lishiga qaramasdan prosmotrlar zo'r va kanal yaxshi daromad qilmoqda. Misol uchun oxirgi videosi 3 hafta bo'lgan ekan, 193 ming prosmotr, 1 oy oldingi videosi 800 ming prosmotr, 755 ming. Ba'zi videolar do'stlar millionlab prosmotr olgan. Va do'stlar, eng yaxshi tomoni, bunda yo'nalishlarga YouTube juda ham zo'r RPM beradi. Ya'ni meni hisob kitobim bo'yicha taxminan bu yerda RPM $5 yoki undan baland. Va sizda hattoki prosmotr kam bo'lsa ham ko'p daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, 5 ta yo'nalishni ham ko'rdingiz. O'zingizga eng yoqqani qaysi bo'ldi? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Va do'stlar, agarda siz Amerikan YouTube kanal boshlamoqchi bo'lsangiz, u holda sizga bizning Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmatimizni tavsiya qilaman. Ya'ni do'stlar, biz sizga o'zimiz trenddagi ko'p prosmotr oladigan yo'nalishni tanlashda yordam beramiz. O'zimiz sizni kanalingizni ochib, nastroyka qilib topshiramiz. Hamda do'stlar, sizni Telegramdagi yopiq kanalimizga qo'shamiz. U yerdan siz Amerikan YouTube'ni video darslari orqali o'rganasiz. Eng muhimi esa do'stlar, 30 kun davomida sizga adminni biriktiramiz. Ya'ni sizda qandaydir savollar paydo bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol adminga yozib javob olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, biz natija uchun ishlaymiz. Agar sizga ham natija kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qiling. Manzil do'stlar video opisaniyasida bor. Hoziroq o'tib YouTube kanal so'zini yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.